oktyabr oyini oxirida mamlakatimizda o'sha to'y hashamlar, dabdabali to'ylarni, hashamlarni demak qisqartirish, isrofgarchilikni oldini olish maqsadida guruh tuzilganligini demak ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni O'zbekistondagi o'sha rasmiy saytlarda e'lon qilindi. Bu ayrim ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni teskari ko'rsatadigan ma'lum bir shaxslar tomonidan bir noto'g'ri talqin qilish holatlari ham uchrab turibdi. Biz shu nuqtai nazardan o'sha odam olasi ichida, hayvon olasi sirtida degan maqolni bejiz keltirmadik. Ayrim holatlarda o'sha farzandlarni tarbiyasiga, uni bilimiga, uni kelajagiga emas, o'sha odamlar o'rtasida qanaqadir dabdabali hayot kechirishga, o'zini ko'rsatib qo'yishga yoki kim o'zarga o'xshagan narsalarni keng targ'ib qilishiga olib keladi. Bu albatta yoshlarni ham demak o'sha psixologik ongiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Isrofgarchilikni oldini oladigan bo'lsak, bundan tejalgan pullar bevosita o'sha farzand tarbiyasiga, farzandni ilm olishiga, fuqarolarimiz o'zini sog'lig'ini tiklashga sarflanadi. Jamiyatimizda ayrim olib borilayotgan o'sha islohotlarga, olib borilayotgan o'sha yaxshi samarali ishlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan odamlarga nisbatan ma'lum bir ma'noda maqollar ishlatiladi. Shulardan bittasi shu odamni olasi ichida, hayvonni demak olasi sirtida degan. Bu maqola biz misol keltirishimizning asosiy maqsad mana oktyabr oyini oxirida mamlakatimizda o'sha to'y hashamlar, dabdabali to'ylarni, hashamlarni demak qisqartirish, isrofgarchilikni oldini olish maqsadida guruh tuzilganligini demak ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni O'zbekistondagi o'sha rasmiy saytlarda e'lon qilindi. Bu guruhning asosiy maqsadi shu mamlakatimizda dabdabali to'ylarni o'tkazishga chek qo'yish, isrofgarchilikni oldini olish, to'ylarni ma'lum bir maromda tartibga keltirish, yoshlar orasida axloq odobni keng targ'ib qilish, milliy qadriyatlarimizni yanada targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni bu guruh mamlakatimizdagi vakolatli, ya'ni manfaatdor davlat organlari, O'zbekiston Respublikasi Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, din ishlari bo'yicha o'sha qo'mita, mahalla uyushmasi, nuroniy jamg'armasi, shular birgalikda demak shu mamlakatimizda shu to'ylarni ma'lum bir maromga keltirish maqsadida tuzilgan o'sha guruhni ayrim ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni teskari ko'rsatadigan ma'lum bir shaxslar tomonidan bir noto'g'ri talqin qilish holatlari ham uchrab turibdi. Biz shu nuqtai nazardan o'sha odam olasi ichida, hayvon olasi sirtida degan maqolni bejiz keltirmadik. Aslida bu o'tkazilayotgan narsani tagida juda ham katta ma'no bor, chunki men yuqorida ham ta'kidladim, bizning milliy qadriyatlarimizda aynan o'sha tejamkorlikka, isrofgarchilikni oldini olishga qaratilgan juda ham katta o'sha boy madaniy merosimiz bo'lishiga qaramay, ming afsuski keyingi paytlarda o'sha farzand tug'ilganda, aqiqa to'ylarida, shu bilan birgalikda o'sha ayrim yurtdoshlarimizni umra, hajdan kelgan paytdagi ortiqcha umuman rasm rusumlarga yo'l qo'yilishi, shu bilan birgalikda to'ylarni dabdabali o'tkazilishi bu bevosita aholimizning turmush darajasiga, ayrim yoshlarni o'zini o'sha jamiyatda o'rnini tutishi yoki aytaylik, aynan shu dabdabali to'ylar hisobiga ajralishlar bo'layotganligi, ikki yoshlar o'rtasida yoki ma'lum bir oilalar o'rtasida kelishmovchiliklarni kelib chiqayotganligini oldini olish maqsadida tuzilgan. Ming afsuski, mana keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni, shunaqa yaxshi ezgu maqsadda qabul qilingan qarorlarni noto'g'ri talqin qilish holatlari kuzatilyapti. Bu noto'g'ri talqin qilish asosiy maqsadlaridan bittasi o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga nisbatan aholini ishonchsizligini uyg'otish yoki aytaylik, davlat boshqaruviga nisbatan o'sha qanaqadir bir nizoli kayfiyatlarni keltirib chiqarish maqsad qilib qo'yilgan. Aslida biz dunyo amaliyotini ko'radigan bo'lsak, aynan tejamkorlik bilan bog'liq bo'lgan masalalarga juda ham ko'plab rivojlangan mamlakatlar alohida e'tibor berilgan. Bularda o'sha yosh bolaligidan tortib aholini keng qatlami o'rtasida o'sha tejamkorlikka nihoyatda katta e'tibor qaratilgan. Mana masalan shu Germaniyadagi to'y marosimlarini oladigan bo'lsak, to'y marosimlari ikkita qismdan iborat bo'lib, birinchisi o'sha ikki yosh davlat organlaridan rasmiy demak ro'yxatdan o'tadi. Bu bitta qismi, ikkinchisi 40-60 kishilik bo'lib o'sha tor doirada bazm nishonlanadi. Bizda ming afsuski mana keyingi paytlarda o'sha ertalabki nahor oshlarimiz 200, 300, 400, 500 kishilikka yoki bo'lmasa o'sha to'y bazmi bilan bog'liq bo'lgan o'sha juda ham ko'plab bizni qadriyatlarimizga yod bo'lgan narsalarning ko'payib ketishi bevosita keyinchalik mana aholini demak shu ma'lum bir yo'q joydan qarz bo'lib qolishi yoki masalan ma'lum bir kreditlarni olishi, ya'ni kredit qopqoniga duch kelishi yoki o'sha ikkita oila o'rtasida turli xil nizolarni keltirib chiqishga sabab bo'lyapti. Endi buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak biz?
eng avvalambor biz aholimiz o'rtasida haqiqatdan ham tejamkorlikka juda katta e'tibor qaratish kerak, isrofgarchilikni oldini olish kerak. Nima uchun? Mana keyingi paytda dunyo aholisini keskin sonini o'sishi yoki tabiat inom etgan resurslarni kamayib borishi bu bevosita demak o'sha tejamkorlik madaniyatini shakllantirishga sabab bo'ladi. Mana bizda o'sha aholimiz o'rtasida tejamkorlik madaniyatining ma'lum bir ma'noda pasayishi yoki milliy qadriyatlarimizga amal qilmasligi ayrim holatlarda o'sha farzandlarni tarbiyasiga, uni bilimiga, uni kelajagiga emas, o'sha odamlar o'rtasida qanaqadir dabdabali hayot kechirishga, o'zini ko'rsatib qo'yishga yoki kim o'zarga o'xshagan narsalarni keng targ'ib qilishiga olib keladi. Bu albatta yoshlarni ham demak o'sha psixologik ongiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu isrofgarchilikni oldini olish faqatgina to'yga emas, masalan juda ko'p holatlarda mana o'sha tabiat inom etgan boyliklar, jumladan aytaylik o'sha suv resurslari bilan bog'liq, ekologiya bilan bog'liq yoki insonning o'zining umri bilan bog'liq bo'lgan holatlarga ham juda katta e'tibor qaratish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, albatta keyingi paytda o'sha aholimiz orasida biz qanchalik tejamkorlik madaniyatini shakllantiradigan bo'lsak, isrofgarchilikni oldini oladigan bo'lsak, bundan tejalgan pullar bevosita o'sha farzand tarbiyasiga, farzandning ilm olishiga, fuqarolarimiz o'zini sog'lig'ini tiklashga sarflanadi. Bu o'z navbatida jamiyatimizda sog'lom fikrlaydigan, demak o'sha mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadigan yosh avlodlarni sonini oshirishga olib keladi. Bu albatta mamlakatimiz o'sha jahon arenasida yanada ham rivojlanishiga juda ham katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi.